Ana bog'imiz uzun bog', ichiga nok ekilgan anor bog', girdiga xasaki gilosdan qurilgan. Va abriskani tugatay deb qoldik. Mana noklarning xatolariga nok qurib chiqamiz. Satil bilan sug'orib, Samarqanddan olib keldik nokni. Shaftoli ham bu arasiga. Mana holati shunaqa. İçi 100% beda ekilgan bog'da. 10 yil bo'ldi bedaga. Ana bu nok ekilgan qatorlarni 3 yil bo'ldi qayta ekdik. Kimdir haydaydi, kimdir haydamaydi yerda. Shuni kommentariyaga yozinglar qani. Shu ishimiz to'g'rimi, noto'g'rimi?